O'zbekistonda hozirgina dahshatli portlash sodir bo'ldi. Afsuski, odamlar alanga ichida qolmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Denovdagi gaz quyish shoxobchasida portlash sodir bo'ldi. Bunga maxsus avtomobildan propan gazini bo'shatish vaqtida texnologik jarayonning buzilishi sabab bo'lgani aytilgan. Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi gaz quyish shoxobchasida yong'in yuz berdi. 7-aprel kuni Surxondaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Denov tumani Oqtom mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasi hududida Kamaz rusumli suyultirilgan propan gaz tashuvchi maxsus avtomobildan sig'imga gazini quyish vaqtida sig'imda chaqnash sodir bo'lib, natijada yong'in kelib chiqqan. Hodisa joyiga 5 ta qutqaruv bo'linmalari yetib borgan, yong'in o'rab olingan va hozirda yong'inni bartaraf etish ishlari davom ettirilmoqda, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, sig'imning yorilishi sababi maxsus avtomobildan propan gazini bo'shatish vaqtida texnologik jarayonning buzilishi deb taxmin qilinmoqda. Voqea joyiga viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar xodimlari, Denov tumani ichki ishlar boshqarmasi, SSB hudud gaz ta'minot rahbari va xodimlari chiqishgan hamda hodisaning kelib chiqish sabablarini aniqlash ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.